Assalomu alaykum, Munisda yangi aksiya. Agarda siz Munis do'koniga kelib 1 million so'mdan ortiq bo'lgan narxga mahsulot xarid qilsangiz, siz 150 ming so'm bonusga ega bo'lasiz. Misol qilib aytganda, 1 million 22 ming so'm bo'lgan mana bu misorovkamizni xarid qilsangiz, 150 ming so'm bonusga ega bo'lasiz. Bu degani 150 ming so'mga shu yerdagi xohlagan narsangizni xarid qilishingiz mumkin. Agarda siz 3 million so'mdan ortiq bo'lgan narxga Munis do'konidan kelib mahsulot xarid qilsangiz, sizga 550 ming so'm bonus taqdim etiladi. Aksiyani menimcha eng zo'ri bo'ldi. Xuddi shu tariqa narxlar ko'tarilib ketaveradi, bonuslar ham ko'tarilib ketaveradi. Misol uchun mana bu xolodilnikimizni 5 million 400 ming so'm evaziga kelib xarid qilsangiz, sizga 1 million so'mga bonus beriladi. Ya'ni siz shu 1 million so'mga kelib xohlagan narsangizni tekinga olib ketsangiz bo'ladi. 20 million so'mga kelib mahsulot xarid qilsangiz, sizga 5 million so'm bonus beriladi. Ya'ni siz bu 5 million so'mga misol qilib aytganda mana bu mebelni xarid qilishingiz mumkin. Bu mebelimizning narxi 4 million 48 ming so'm ekan. Ya'ni siz qolgan summaga esa yana bir boshqa mahsulot xarid qilsangiz bo'ladi. Qisqa qilib aytganda 1 million so'mdan 20 million so'mgacha kelib mahsulot xarid qiling va o'sib boruvchi bonuslarga ega bo'ling va shu bonuslar evaziga kelib tekinga mahsulot olib keting. Bu bonuslarimiz faqatgina biz ko'rsatgan mahsulotlarga emas, balki Munis do'konidagi barcha mahsulotlarimizga amal qiladi. Xohlasangiz mashina uchun shinalar, Xohlasangiz televizor, xohlasangiz remont uchun uskunalar, ko'kmara qozon deysizmi, skоворodka deysizmi yoki mana bunaqa idishlar to'plama deysizmi, xohlasangiz ushbu xolodilniklar, xohlasangiz bagemalar hamda idishlar to'plama, konditsioner deysizmi, isitish pechlari deysizmi, turli xil mebellar deysizmi. xohlasangiz gaz plita, xohlasangiz duxovka, xohlasangiz kir mashina, xohlasangiz plisoslarimizni xarid qilib, bonuslarimizga ega bo'lsangiz bo'ladi. Bemalol ulgursangiz bo'ladi, chunki bu aksiyamiz 30 dekabrga qadar amal qiladi.